Joriy yil fevral oyida Salomatlik marafoni umummilliy harakati doirasidagi tibbiy ko'rik va targ'ibot tadbirlari Ellikqal'a tumanida ham o'tkazilmoqda. Xususan, Sarabyovul fuqarolari yig'ini aholisi uchun 63-sonli oilaviy poliklinikada chuqurlashtirilgan bepul tibbiy ko'rik o'tkazilmoqda. Marafon doirasida 16.680 nafar aholini qamrab oluvchi manzilli skrining tadbirlari amalga oshirilmoqda. Zamonaviy raqamli rentgen apparati orqali o'pka hamda suyak bo'g'imi tizimidagi ehtimoliy patologik o'zgarishlar ilk bosqichdayoq aniqlanmoqda. EKG tekshiruvlari yurak faoliyatini kompleks tahlil qilish imkoniyatini berib, xavf guruhiga kiruvchi fuqarolar uchun individual kuzatuv va sog'lomlashtirish rejalarini ishlab chiqishga zamin yaratmoqda. Ultratovush diagnostikasi esa ichki a'zolar va endokrin tizim holatini aniq baholashda muhim vositaga aylangan. Barcha tekshiruv natijalari elektron sog'liqni saqlash yagona raqamli bazaga kiritilib, har bir fuqaroning individual salomatlik profili shakllantirilmoqda. Marafon doirasida faqat tashxis qo'yish bilan cheklanilmayapti. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish va xavf omillarini bartaraf etishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari ham izchil olib borilmoqda. Salomatlik volontyorlari harakati a'zolari tomonidan fuqarolarga sog'lom hayot tamoyillari tushuntirilmoqda. Profilaktik ko'riklardan o'tish tadbirlari bo'yicha maslahatlar berilmoqda. Sog'lom turmush tarzi oynasi salomatlik ko'rsatkichlari shiori ostida vazn, bo'y, qon bosimi, qondagi qand miqdorini o'lchash tadbirlari tashkil etilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, zamonaviy tibbiyot ustuvor yo'nalishi kasallikni davolash bilan cheklanmasdan, uning oldini olish, salomatlik ko'rsatkichlarini barqaror saqlash va hayot sifatini yuksaltirishdir. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 31-oktyabr 335-qaroriga asosan bu yil 26-yil 2-fevraldan 28-fevralgacha salomatlik marafoni deb e'lon qildi. Bizning 63-oilaviy poliklinikamizda 16.680 aholiga DMET tizimiga biriktirilgan bo'lib, bu biriktirilgan aholi shartnoma asosida tibbiy chuqur ko'rikdan o'tkazilyapti. 28-fevralga qadar davom etadigan salomatlik marafoni Ellikqal'ada tibbiy xizmatning shaffof, ochiq va insonparvar tizimga aylanayotganligini yaqqol namoyon etmoqda. Raqamli transformatsiya, manzilli skrining va profilaktik yondashuv uyg'unligi faqat bugunning emas, balki kelajak avlod salomatligining mustahkam poydevoridir.